bor ekan. Assalomu alaykum aka, sigirlar rossiyskiy mollar ekan. Javob deyapti. 30 litrga javob deyapti. Ya'ni savdosi bo'lyapti akamiz. Bolasi Xunajin ekan, bor, enasi bor. 125 125 plus. Bugun sizlar uchun Shahridor Xoldonbek Cho'ja mol bozoridamiz. Mol va qo'y parranda narxlarini sizlar uchun ko'rsatib boramiz. Videolarimiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli obunachilar, biz sigir bozoridan boshlaymiz. Shunda gigant ko'p sut beradigan sigirlardan video obzorlarimizni boshlaymiz. Obunachilar, mana bu yerda ena bola, egizak bolasi bilan sigirimiz bor ekan. Buni zoti Go'lishdimi aka buni zoti? Bolalari Novvos Xunajin. Bolasi Novvos Xunajin. Novvos Xunajin. Simentalimiz Xunajin, bizda Simentalimiz Xunajin. Bunisi Xunajin. Bunisi Novvos ekan. Bo'ylari bor, bir 40, bir 45. Suti nechta aka buni? bolalardan oshgan yo'q. Suti bolalardan oshmayapti. Yana ikkita egizaklik uchun. Aka qiziqqanlarga nomer bera olasizmi aka? 94 94lik 152 40 ikkita 40 ekan. Akamizga aloqaga chiqarasizlar, shunda sigirlar kerak bo'lsa. Obunachilar, mana bu yerda ena bola zotdor sigirimiz bor ekan. Hozir uni videosini olib boramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Bu nech pul ekan bu ena bola sigirimiz? 42 million so'm deyapti ekan. Kami bor ekan. Bolasi Novvosmi, Xunajinmi? Bolasi Novvos ekan. Bo'ylari 120-125 bor. Hoji aka, buni suti nechta? Suti nechta buni Hoji aka buni? Sigirimizni. 12 taga olavering, o'zi 15 ta yo'q. 15 ta ekan, 12 taga olaveramiz ekan. Qiziqqanlarga nomer ayta olasizmi? Aytaveraman. Ayting. Ayting nomerni. 91lik 328 90-78. Pastdan shunaqa sigirlar uchraydimi sizlarda? Bo'ladi. Bo'ladi. Obunachilar, shunday sigirlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Mana shu sigirlar ham shu akalarimizdan ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Obunachilar, mana bu yerda gigant simental zotli sigirlarimiz chiqibdi. Hozir narxlarini so'rab boramiz. Akam, simentallar nech puldan ekan bular? Narxlari 70 million so'mdan kami bor ekan. Bular suti nechta aka bularda? 30 tadan sut berar ekan. Qiziqqanlarga nomer bera olasizmi aka? 93lik 287 19 shu nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Yana bo'g'ozlari, sog'inlari yana bo'lar ekan, akamizga aloqaga chiqa olasizlar. Obunachilar, mana bu yerda chiroyli zotdor shved sigirimiz chiqdi. Bolasi Xunajin ekan, bor, enasi bor. 125 plus. Suti ham 15 tacha bor ekan Xunajin. Narxi necha pul aka buni? 60 million deyapsiz. 60 million so'm kami bor ekan. Aka, pastayani bilasizda bunaqa sigirlar? Ha, dehqonchilikmi, ha? Dehqonchilik akamizga ko'ra olasizlar. Bu yerda sigirimiz baraka bo'lyapti ekan. Yering mashina. Qaysinga nech beryapti? Qaysinga nech beryapti? Oldi vaqtda bo'ladi. Baraka holatlar. 20 million so'mga mana shu shved sigirimiz baraka bo'lyapti ekan. Sotish beryapsiz. 20 million so'mga mana shu sigirimiz savdo bo'lyapti ekan. Sutini 8 ta dedi, sutini. Sigirni yakka ekan, suvi sigir. Holati yaxshi. Bu 30 plus. Mana bu yerda zotdor sigirlarimiz bor ekan. Assalomu alaykum aka, sigirlar rossiyskiy mollar ekan. Orqalarini bir 8 oylikdan bo'g'oz ekan mollarimiz. Qiziqqanlar hozir telefon raqamlarini olamiz, aloqaga chiqarasizlar. Aka, shunda havola yana bormi uyda hali? Bor aka, aloqaga chiqsa. Telefon nomerlaringizni aytasizmi qiziqqanlarga? 94lik 826 86 68. Vodiy bo'ylab dastavkalar bor, kelishgan holatda. Bo'ldi aka, rahmat, aloqaga chiqishadi. 3,5 millionga o'sha 8 oylik bo'g'ozimiz savdosi bo'lyapti. Egasi 23,5 million so'mga bermaymiz deyapti. Vakamiz savdo qilyapti, savdoni ustida. Sigirimiz savdosi bo'lyapti. Sigirimiz savdosi. Men ham sizdan foydalanganingizni so'rab. Bering aka, ma'qul kelsa. Akamiz foydalangan. Tirikchilikka so'rayapti akamiz. 24 bering deyapti egasi. Bor 200. Mana bu
bitta Alligul zotli bo'g'oz sigirimizni 36 million so'mga men 36 million so'mga ozgina o'tib bering debdi, akamiz bermabdi. Shu gigant sigirimizga 46 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti. Akamiz savdosi bo'lyapti. Qora marvar ekanda nomi. Nomi ham qora marvar degan. Bo'lmagan. Bo'g'oz ekan. 2 oyda tug'adi. 2 oylik, 7 oylik 30 litrga javob deyapti. 30 litrga javob deyapti. Ya'ni savdosi bo'lyapti, akamiz bermayapti. Yedirib ichlik va beraveramiz. Uydan beraveramiz, behijolat. Enasi ham bor deyapti. Garantiyali deyapti. Uyasini ham ko'ribdik. Uydan beraveramiz, behijolat. Bu bo'yi necha ekan buni? Bo'yi Biri 35 plus biri 40. 7 oylik ekan. 7 oylik bo'g'oz ekan, 10 litr. 10 litrga hozir ham suti bor. Necha pulga bermadingiz aka buni? 33 ga bermadim aka. 33 million so'mga beriladi. Bo'g'ozmi ekan bu? 7 oylik bo'g'oz ekan, 10 litr hozir ham suti bor. 10 litr hozir ham bor ekan, 125 plus bo'ylari 6 kurak. 6 kilo ekan. Aka, mana hayvonlar ko'p bo'ladimi sizda? Ko'p bo'ladimi hayvonlar? Ko'p bo'ladi aka. Telefon raqamlaringizni qoldirib olasizmi agar ana bo'lsa? Mana qiziqqanlarga. Qo'ldiraveramiz. Nechi? 88 lik 475 0380 shunda bo'g'oz sigirlar kerak bo'lsa, shu pastki raqamlarga, aytib o'tgan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Akamizda pastiyani bo'lar ekan. Buni bola molimizni 28 million 600 ming so'm savdosi bo'lyapti, amakimiz bermayapti. Bolasi bitta ekan. 28 million 600 ming so'm savdosi bo'lyapti mana. Bolasi qolmagani novvos ekan. 28 million 600 ming so'mga savdosi bo'lyapti. Savdosi qizimoqda hozirda. Bolasi yaxshi, sigirisi pastayroq ekan, lekin bolasini inshaalloh olgan odam yemlab, enasini pulini chiqarib oladi. Bu yerda yosh, chiroylikgina shved hunarchilarimiz bor ekan mana. Oq quloq, oq tumshuq. Bunisi katta ekan, biri 20 plus. Yoniga biri 15 plus. Hozir egasidan narx-navolarni so'raymiz. Aka, bular savdosi bo'ldimi? 26 million bo'ldi. Bunisini 26 million qildi. Bunisi-chi? 21,5 million so'm. Qiziqqanlarga nomer qoldira olasizlarmi aka? Nomeringizni aytib o'tasiz? 88 lik 813 1999. Pastdan shunday hayvonlar bo'ladi, shved zotdor go'zallar akamizga aloqaga chiqa olasizlar. Bu shunday chiroyli shved hunarchilarni yetkazib beradi. Mana shu svoy sigirimizni 16 million so'm. Yo'q, suv emas ekan, bolasi bor shekilli. Bolasi bor ekan. 16 bolasi bilan 16,5 million so'm, sigirni o'zini 11,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Buni xohish tog'am savdosini qilyapti. Mana sigirimiz. Bolasi hunajimi, buqami? Bolasi hunajimi ekan. Sigirni ranglari chiroyli, holati yaxshi. Suti 6 litr, 1 litr qaymoq chiqyapti shu holatida. Yakka o'zini 11,5 million so'm, bolasi bilan 16,5 million so'm qilyapti ekan. Shu suv sigirimiz 13 million 700 ga savdosi bo'lyapti. Akamiz tirikchilikka olmoqchi ekan, 13 million 700 ga savdosi bo'lyapti ekan. 6 litr suti bor ekan. Yakka sigirga qiziqqan aka-ukalar, sigir narxlari hozir tashavoribdi. Bemalol olsanglar bo'lar ekan. Shu shved hunarchimiz 21 million so'mga savdosi bo'layotgan, akamiz bermayapti ekan. Qisir ekan. Mol qilgani, bo'dog'iga boqqani, rosa bir boqadigan mol ekan. Holatlari yaxshi. Shved gibrid hunarchi ekan. 18 million 700 ming so'mga shu qism hunarchimiz savdosi bo'lyapti. 18 million 700 ming so'mga. Bu 15 plus. Hunarchimiz sigirga ham, bo'dog'iga ham bo'lsa bo'ladigan.